Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-mart 2026-yil. Esingizda bo'lsa, mana bu yoqda Volovye serce degan giloslar bor edi. Hammasini olib tashladim. Chunki undan naf bo'lgan yo'q. Endi o'zini changlatadigan giloslar ekmoqchiman. Mana bu yerda 3tasi Skina degan sorti, 3tasi Sweet Ariana degan sort gilos. Unga nima kerak bo'ladi? Demak, bizga bitta bel kurak kerak bo'ladi, 10 litr suv, chirigan mana molgonga kerak bo'ladi, yaxshi chirigan bo'lishi kerak, bitta toqqachi kerak bo'ladi. Endi shunaqa qilib, xudo xolasa ekib olamiz. Hozir ekish jarayonini ko'rsataman. Xo'p, mana o'rani qazib tayyor qilib qo'ydik. Diametri mana taxminan 50 ga, chuqurligi 50. Mana shunaqa qilib tayyorlab olamiz. Tegini sal-sal yumshatib olish kerak. Sababi yangi chiqqan ildizlar oson rivojlanib ketish kerak edi. Qotib yotsa bo'lmaydi. Mana shunday qilamiz. Xo'p, mana bu chiqarilgan yerga 2-3 kilo chirigan gon sovaramizda yengil aralashtirib yuboramiz. Chirigan bo'lishi shart, ichida qurt bo'lishi kerak emas. Qurti bo'lsa olib tashlash kerak. Qurti yeb qo'yadi. Yangi chiqqan ildizlar. Mana. Bunday qildik. Endi yengil aralashtirib yuboramiz. Mana. Xo'p, o'rani tayyorlab oldik. Endi ildizini mana shu 20 cm dan qilib, mana bunaqa yiriklarini bunday qilib yengilab qo'yamiz. Mana bunaqa oq joylari mana chetidan yangi mayda ildizlar chiqadi. Mana bunaqa qilib yengilab qo'yamiz. De, o'raga qo'yganda mana hozir bunday qilsanglar, mana ulangan joyi yerdan past bo'lib qolyapti, yer sathidan. Bu yerdan balandda turish kerak. Sababi bu pastda tushib ketsa, mana mamutdan halidagi yana ildizlar chiqib ketadi, kerak emas shoxlar o'sib chiqadi. Ham shu joyi ulangan joyi chirib ketishi mumkin. Qo'yganda albatta mana shamolga teskari qilib qo'yish kerak ulangan joyini. Sabab shamol bu yoqdan agar bunday qo'ysanglar, mana egib sindirib olish ehtimoli bor. Bizga mana qibla tomonidan keladi shamol, o'shaning uchun mana shunday qilib ekamiz. Yer bilan barobar yoki sal balandroq qilib eksa ham bo'ladi. Xo'p, mana ko'mishni boshladik. Turpoq bilan ozgina suv ham soldik. Mana hali mana yer bilan barobar yoki sal balandroq bo'lishi kerak mana ulangan joyi. Tekislab savolamiz. 10 litr suv quyib qo'yamiz. Havosi chiqib ketish kerak. Ozgina o'tgandan keyin havosi chiqib ketadi, keyin qolganini ko'mib. Xo'p, demak mana ekib bo'ldik. Mana bundoq edi. Buni 50 cm qoldirib, yerda mana bunaqa kesib tashlaymiz. Sababi buni bir KGB usulida rivojlantiramiz. Shuning uchun bu yog'i bizga kerak emas. Mana shunaqa qilib chashka qilib qo'yiladi. Suv solinganda bu yerda suv chiqib ketib qolmaydi. Mana xudo xolasa yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar.